Bu qizimda tashxisi DTSP tashxis qo'yilgan. Tug'ilganida oyog'i kosalapis tug'ilgan. Oyog'i вообще nima bo'lgan edi. Bu klinikaga kelib, Allohga shukr, mana licheniyalarning hammasini olyapmiz. Umuman oyoq bosishlari yo'q edi. Mana shu klinikaga, Nevrovel klinikaga kelib, hamma kurs licheniyalarni olyapti, massaj, nima kerak bo'lsa hamma licheniyalarni olyapti. Umuman bosa olmas edi, umuman ko'tara olmas edi gavdasini. Даже mana bunaqa ishlasam, umuman turmas edi bu qizim. Allohga shukr, mana уже natija chiqdi. Vrachimiz Dilavoz Rahmatullayevnaga kelganimizda bizga igloterapiya, elektroforez, nevrostimulyator, mikropol, TMS apparatlarini bizga tavsiya qilgan. Mana 3-kurs licheniyada keldik. Hamma dozalarini oshirishga уже ruxsat berdi. Shu ruxsat berganligi sabab mana licheniyamizni olyapmiz. Hamma doktorlariga katta-katta rahmat. Ushlasam, уже Xudo xohlasa yana ozgina licheniya olsak, Xudo xohlasa уже yuradigan bo'lib turibdi qizim. Mana shu Nevrovel klinikaga kelinglar, oyijonlar, sizlarga tavsiya qilamiz.